Said Ahmadning Ufuq romani haqida. Ufuq trilogiyasi O'zbekiston xalq yozuvchisi, O'zbekiston qahramoni Said Ahmad ijodida alohida o'rin tutadi. Trilogiyada 20-asr o'rtalarida xalq boshiga tushgan urush musibatlari, hijron alamlari, odamlar ko'ksidagi armonlar, yozuvchi iste'dodiga xos ehtiros, zo'r ilhom bilan aks ettirilgan. Asarda Nizomjon, Ikromjon, Jannat, Azizxon, Dildor, Asrora kabi teran, xalqchil, yorqin milliy obrazlar yaratilgan. Said Ahmad bu yirik nasriy asarida respublikamizning 3 muhim davri, ya'ni Katta Farg'ona kanalining qurilishi, Ulug' Vatan urushi hamda urushdan keyin Yozyovon cho'lining o'zlashtirilishini aks ettirishga uringan. Ufuq hech qanday og'ir qismat qaddini bukolmaydigan, hech qanday g'ov yo'lini to'solmaydigan, qalbi muhabbat deb atalmish tuyg'u bilan sug'orilgan oliyjanob insonlar haqidagi hikoyadir. Said Ahmad Ufuq trilogiyasi uchun 1977-yil Hamza nomidagi O'zbekiston SSR davlat mukofotiga sazovor bo'lgan.